Короче, bugun sizlar bilan bulgur pishiramiz. Mana buni tayyorlash kerak. Shunaqa. Bizga kerak bo'ladi, slichniy masala. Mana примерно shuncha. Buni tashlaymiz. Keyin mana bulgur. Buni 1 stakan qilaman. Har kim har xil qilsa bo'ladi. Menimcha eshitganim shu, bizda korzinkada ham bor bu narsa. Bulgurni solaman. Buni 5 minut atrofida mana shunaqa qilib, примерно biroz qizarish kerak. Va keyin 5 minut, 7 minut qizargandan keyin suv qo'shasizlar. Примерно 2 stakan suv ketadi 1 stakanga. Bulgur suv bilan ko'milishi kerak. Tabga ko'ra tuz solish kerak. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi bunga suvni o'ziga olgancha krishkasini yopib qo'yamiz past olovda. Suvni o'ziga oladi bu mana shunaqa holatda va endi buni tagini o'chirib 10 minutga damlaymiz. Prosta krishkasini yopib qo'yamiz. 10 minut damga qo'yganimizdan keyin bulgurimiz tayyor. Endi buni oddiy piyolaga olasizlar, podacha vidi. Oddiy solib yesangiz ham bo'ladi, lekin bunday podacha chiroyliroq bo'ladi. Oddiy tarelkaga mana podachasi shunaqa. Обычно. Anchadan beri yemagandim.